O'zbekistonda ajrimlar soni nima sababdan ko'payib bormoqda? Sababi bizda ayollarning qadri yo'q. Nikohdan oldin ayollarimiz bor yo'g'i bitta tilla uzuk evaziga mahr uchun rozi bo'lishadi. Vaholanki ular bizni xizmatimizni qilishadi. Ota-onamizni ko'ngliga qarashadi. Farzandlarimizni oq yuvib, oq tarab tarbiya qilishadi. Buni evaziga bor yo'g'i bitta tilla uzuk bilan aldab qo'ysak, biz erkaklar uchun bu sharmandali holat. Mana Dubayda ayollar mahr uchun bitta uy so'rashadi. Shuning uchun ham bu yerda ajrimlar kam. Sababi erkak ajrashadigan bo'lsa, qaytadan uylanish uchun yana qaytadan uy sotib olish kerak mahr uchun. Demak, o'zbek ayollari ham Dubaydan uy so'rashlari kerak. Albatta, agar bizda ham ayollar uchun Dubaydan uy xarid qilishsa, birinchidan bu investitsiya uchun ro'zg'orga foyda bo'ladi. Bundan tashqari ertaga kelajakda o'zingiz ham bu yerda ko'chib kelib yashashingiz mumkin. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizga qonuniy, ishonchli va albatta bepul xizmat ko'rsatamiz.